Man present simple man. Mani necha yildan beri o'rganasan, lekin hali ham iPlay futboldan boshqasiga o'tmaysan? Uyali. Mandan qachon foydalanish kerakligini hozir o'rgatib qo'yaman. Har kunlik qiladigan ishlaringni aytish uchun, masalan, Men ertalab soat 10 da uyg'onaman. Keyin ovqatlanaman. Soat 11 da Instagramda Reels ko'rishni boshlayman. His-tuyg'ularni aytish uchun, masalan, Men sizni yomon ko'raman yoki Men sizni yaxshi ko'raman. faktlar haqida gapirish uchun. suv 100 gradusda qaynaydi. Qo'limni kuydirdim. Mani bilsang, yuqoridagi holatlarning hammasida inglizcha gapirasan. Grammatik formulani yodlashdan oldin zamonni mohiyatini tushun. Hoziroq menga obuna bo'l. Ingliz tilini o'zim o'rgataman.